Uy tozalash $200, ovqat qilish $200. Ko'chada ovqat yeysiz, bilasizlar qanchaga tushib ketishingizni. Kir yuvish, kirlarni qo'lim bilan yuvmayman, mashinada yuvaman. Shuning uchun $100 qilib beraman. 4-inchisi, anu manu. Nima u? Ishdan kelganingizdan keyin annobki bor, mamnuqi bor, mamnobir bor disku. O'shalarning hammasiga mayli, begona emassiz, qaynonam o'g'lisiz. Shuning uchun $100 qilib bera qolaman. Shularning hammasini hisoblab chiqqanda jami $600 chiqyapti. Qani men oyligim? Ma, Rostdan. rostdan? Rahmat. To'xta. Buyoqqa o'tir endi. Endi meni hisob-kitobimni eshit. Kvartira общий kommunalkalari bilan $800, 400 dan. Ani uxodoviy и bo'yinadigan kosmetikalaring uchun $200. Har oy sen qanaqadir yangi ko'yni olging keladi. Eng qizig'i hammasi har xil narx. Begona emassan, qaynonamni qizisan, o'shanga $100 hisobladim. Общий $700 bordi. Mana bitta $600. Qani meni $100? Hazillashidim,